Manga qarang qizim, tortimni hamma bezaklari yeydigan bo'lsin. Tortni ustidagi yeb bo'lmaydigan bezaklar menga umuman yoqmaydi, dedilar bitta klientimiz. Xo'p bo'ladi dedimda, shokoladli shariklarni yasashni boshladim. Birinchi bo'lib shokoladimizni vanilya baynaga eritib olamiz. Har doim aytganimdek, vanilya baynadagi suvimiz qo'l kuyar kuymas darajada bo'lishi kerak. Shokoladli shariklar yasash uchun mana shunaqa polsferali silikon formalardan foydalanamiz. Kistichka yordamida eritilgan shokoladlarimizni polsferalarga surtib chiqamiz. O'zimizga kerakli miqdordagi shokoladlarni surtib chiqqach, qotishi uchun xolodilnikka solib qo'yamiz. Shokoladlarimiz manda 10 minutda qotdi. Xolodilnikdan olib yana bir marta ustiga shokoladlarimizni surib chiqamiz. Nima uchun yana qaytadan suriladi? Chunki bir marta surganingizda shokoladlar yupqa surilishi mumkin va polsferalaringiz sinib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha bu jarayonni 3 marta takrorlaganingizda qalin mustahkam shokoladli shariklar hosil bo'ladi. Mana shokoladimiz qotib tayyor bo'lgach, polsferalardan ajratib olamiz. Issiq suvga vanilya baynaga temir shpatelni qo'yib shokoladlarimizni bir-biriga yopishtirib olamiz. Oq shokoladga rang solib, boshqacha rangli shokoladli shariklar tayyorlasangiz ham bo'ladi. Endi esa konduringa, ya'ni sariq zariga ozgina spirt solamizda, aralashtirib kisichka yordamida shokoladli shariklarimiz ustiga ranglab chiqamiz. Mana shokoladli bezagimiz ham tayyor. Yoqqan bo'lsa, layk bosishni unutmang.